Guliston tumanidagi 3-sonli umumta'lim maktabining o'quvchilari 2024-2025 o'quv yilini yuqori ko'rsatkichlar bilan yakunlamoqda. O'quv dargohida boshlang'ich sinflarni o'qitish bo'yicha hududda namunali tarzda tajriba to'plangan. O'quv yilini yuqori natijalar bilan yakunlayotgan maktab faoliyati hozirgi lavhamizga mavzu bo'ldi. Yana bir o'quv yili poyoniga yetdi. Kelajak avlodning ta'lim-tarbiyasidagi samaradorlik ko'rsatkichi bevosita dars mashg'ulotlarining tashkil etilishi bilan bog'liq. Har bir o'qituvchining o'ziga xos yondashuvi va dars o'tish uslubi bor. Guliston tumanidagi 3-sonli umumta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchilari ham har bir o'quvchiga o'zgacha yondashuv asosida darslarni tashkil etib, o'quv yilini yuqori ko'rsatkich bilan yakunlamoqda. 2024-2025 o'quv yili ham yakunlari mana so'nggi qo'ng'iroqqa tobora yaqinlashib boryapmiz. Shu o'rinda aytish kerakki, ushbu o'quv yili davomida bizning maktabimiz tumanda eng ilg'or maktablar qatori safida ko'plab fanlar olimpiadasida, turli xil ko'rik tanlovlarda faol ishtirok etib keldik. Xususan, o'qituvchilar o'rtasida o'tkazilgan fanlar olimpiadasida maktabimizning umumjamoa hisobida ustozlarimiz birinchi o'rinni egallashgan. Bundan tashqari turli xil ko'rik tanlovlar, xususan iqtidor ansambli ko'rik tanlovi tashkil etildi. Unda bizning aziz o'quvchilarimiz 3-o'rinni qo'lga kiritdilar. Bundan tashqari yana sport sohasida ham o'ziga xos yutuqlarimiz bor. Deylik, 1-sinf o'quvchimiz tumanda, viloyatda 1-o'rinni qo'lga kiritib, respublika bosqichida faol ishtirok etib keldi. Bundan tashqari yana sport sohasida aytadigan bo'lsak, Abdunazar va Nilufar tumanda, viloyatda 1-o'rinni qo'lga kiritib kelgan yengil atletika turidan. Yutuqlarning zamirida o'ylaymanki, maktab bitta jamoa bo'lib ishlash kerak. Ijtimoiy, ma'naviy muhit sog'lom bo'lishi kerak va shu o'rinda albatta boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ham o'ziga xos o'rinlari bor. Bizning maktabimizda bugungi kunda 12 ta boshlang'ich sinf o'qituvchilari bor. Ular boshlang'ich sinflarda o'ziga xos fidokorona mehnat qilib kelyaptilar. Yangi O'zbekistonning bilimdon bolalarimiz shiori ostida o'quv yilining yakunlanishi munosabati bilan maktabda boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun tadbir o'tkazildi. Tadbirda 4-sinf o'quvchilari dars jarayonida egallagan bilimlarini, milliyligimizni o'zida ifoda etgan sahna ko'rinishlarini mahorat bilan ijro etishdi. Bolajonlarning nutqidagi ravonlik, o'z qarashlarida fikrlarini ifoda etishining o'ziyoq o'qituvchining har bir bola bilan alohida ishlaganligini ko'rsatmoqda. Hozirgi kunda o'quvchilarni ijodkorlikka yo'naltirishda, ularni kreativ fikrlashlarini, og'zaki nutqini rivojlantirishda albatta bizga innovatsion o'yinlar, yangi pedagogik texnologiyalar juda katta yordam bermoqda. Bu 2024-2025 o'quv yilida 4-B sinflarni mana 6-qaldirg'ochlarni chiqarmoqdaman. 27 nafar o'quvchim har biri o'qiy oladi, yoza oladi. Ular demak yuqori sinfga tayyor holatda kuzatmoqdamiz. Kirib kelgan hamma yangi pedagogik texnologiyalar asosida darslar o'tilyapti. Bu yerda SWOT texnologiyasini aytishim mumkin. Har doimgi darslarimizda klaster usullaridan foydalanamiz. Bitiruvchi o'quvchilarimning o'zlashtirish ko'rsatkichi 84% tashkil etyapti. Milliy qadriyatlarimiz, an'analarimiz bolajonlarning ongiga singdirilganki, ularning chiqishlarida o'zligimiz yaqqol aks etib turdi. O'quv yili davomida o'zining tirishqoqligi, intiluvchanligini namoyon eta olgan o'quvchilar maktab rahbariyati tomonidan munosib rag'batlantirildi. Darvoqe, bugun maktabda o'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish bo'yicha ham katta tajriba bor. Jarayon yakunida o'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish bo'yicha maktab bog'iga sayohat ham tashkil qilindi.